Могла быть хуже. Улыбнись. O, bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Jilmay. Xullas qizlar, qaranglar. Edumidan shunaqa zo'r kitob zakaz qildim. Ham naushnikda eshitib, ham kitobini o'qib, 3 oyda bemalol gaplashishi, 7 oyda bo'lsa mukammal ingliz va rus tilini o'rganib olsanglar bo'ladi. Xo'p, buni afzal tomoni nimada? Har xil kurslarga vaqti yokida mablag'i yetarli bo'lmasa, uyda bemalol o'zinglar yokida farzandinglar bilan shu Edumini kitobi orqali rus va ingliz tillarini o'rgansanglar bo'ladi. Undan tashqari qizlar komplektida shunaqa naushnigi ham bor. Bilasizlar, ham o'qib, ham eshitsa miyada yana ham zo'r qoladi. Xo'p, bu komplekt 490 ming so'm skidkada. Mani nomimdan oladigan bo'lsanglar, bonuslari ham bor. Bitta farzandinglarga olib berib qo'yasizlar, mazza qilib rus yoki ingliz tilini o'rgansa ham bo'ladi. Xo'p, bu kitobning afzalliklari nimada? Bu kitob eng oxirgi metodikada ishlab chiqarilgan. Chunki bilasizlar, rus va ingliz tili kitoblari juda ham ko'p. Aynan o'sha kitoblardagi xato, kamchiliklardan kelib chiqqan holda barchasi bartaraf etilib, aynan shu Edumi kitoblarini ishlab chiqarishgan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bepul. Undan tashqari pastda havola qoldiraman. O'zingizlar haqingizda ma'lumot qoldirsanglar, sizlarga aloqaga chiqishadi. Yokida Uzum Nasiyadan halol bo'lib to'lashga olsanglar ham bo'ladi.